inkubator ishqibozlari uchun Xitoyda ishlab chiqarilgan to'liq avtomat inkubatorimizni bugun kalibrovka qilish, ya'ni nastroyka qilishlarini videoda batafsil tushuntirib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Qani unda boshladik. Xo'p. Bir boshdan boshlaymiz. Bu tevada B temp turibdi. Bu inkubatorning ichidagi hozirgi haroratini ko'rsatib turadi. B ham, endi yozilishi bo'yicha aytyapman sizga osonroq bo'lishi uchun. B ham bu hozirgi ichidagi namligi. Pastdagi mana bu sariqda yozib qo'ygan S tempi bu siz qo'ygan gradus bo'ladi. S ham bo'lsa siz qo'ygan namlik bo'ladi. Tushunib oldingiz-a buni? Bu tevada ichidagi hozirgi harorati, pastdagi mana sariqdagi misol S temp bilan S ham bu siz qo'ygan harorat bilan namlik bo'ladi. Endi bo'lsa mana ikkita yashilroq qo'ygan bu time deyapti. Tevadagisi 119 daqiqa turibdi. Bu 119 daqiqa tunda aylanish aytdimku, avtomat dedimku, har 2 soatda, har 120 daqiqada o'zini o'zi avtomatik tunda aylantirib turadi. Bu o'sha misol tun aylanganiga hozir 118 daqiqadan keyin tun aylanadi deb ko'rsatyapti. Pastdagi mana dice bo'lsa, bu dice bilasiz kun bo'ladi. Tunda misol inkubatsiya jarayoniga qo'ygan kuningizdan boshlab, birinchi kundan boshlab kunini o'zi avtomatik sanab ketadi. Endi bo'lsa pastdagi mana bularni tushuntirib o'taman. Head hozir ochiq turibdi. Sababi biz qo'ygan gradus bilan ichidagi harorat bir xil turgani uchun ochiq turibdi. Mana o'sha harorat tushuvdi, isitishni boshladi. 38 ga qo'yganmiz, 37.9 ga tushdi, isitishni boshladi. Bu hozir 38 ga chiqqandan keyin bu o'chadi. Yonidagi wet bo'lsa, bu namlikniki. Namlik hozir mana biz qo'yganimiz 60 turibdi-ku. Ichidagi hozirgi namligi 57 turibdi. O'shuning uchun buni 60 ga olib chiqish uchun ishlayapti bu. Mana turni yozgan bu tuxumda misol aylanishi. Bu 117 daqiqa turibdi. Tuxum aylanish vaqtiga borgandan keyin tuxum aylanayotganda batta mana tuxum aylanyapti deb sizga ko'rsatib turadi batta. Alarm deb qo'ygan. Bu qanaqa? Gradus misol uchun tushib ketib qoladigan bo'lsa, yo namlik oshib ketib qoladigan bo'lsa, yo namlik tushib ketib qoladigan bo'lsa, batdan sizni o'zi avtomatik signal cholib chaqiradi. Aytdim-ku, to'liq avtomat dedim-ku. Xuddi o'sha avtomatda batda signal cholib chaqiradi. Undan keyin bo'lsa light deyapti. Bu light lampochkasi bo'ladi, chirog'i bo'ladi, orqadan ko'rsalar ham bo'ladi. Tuxumning misol holatini tekshirish uchun chirog'i bo'ladi. Bu bo'lsa 12 vatli mabodo svet o'chib qolsa, boshqa bo'lib qolsa, endi o'zini misol kabellari, hamma komplektlar ham yo'q bor. Akkumulyator ulab ishlatingiz bo'laveradi buni. Endi bo'lsa tugmalariga keldik. Tugmalarda batta set, plus, minus, mode, keyin chiroqni knopkasi bor. Bir boshdan tushuntirib o'taman. Setni bosib turamiz. F1 chiqdi. F1 bu nima? F1 tuxumda aylanish vaqtini aytdim-ku, haligina 117 turadi-ku. O'zi standartnisda 120 bo'ladi. Xoling buni misol 90 ga qo'ying, xoling 80 ga qo'ying, xoling 130 ga qo'ying. Buni misol plus minus qilsangiz bo'ladi. F1 esingizdan chiqmasin, tuxumda necha daqiqada aylanish vaqtini qo'yasiz. F2 da bo'lsa, tuxum aylanishni boshlaydi-ku. Tuxum aylanish vaqti bu. 95 sekund deyapti. Ya'ni 1 minut 35 sekund. Bu tuxumda aylanish vaqti. Mayda tuxum aylanayotganda bu yonalda tuxum aylantirayotgan shundan shartdan bilib olsangiz bo'ladimi-ku. F2 tuxumda aylantirish vaqti. F2. Buni ham xoling misol 100 sekund, xoling 105 sekund, xoling 70 sekund qilib misol qo'ysiz bo'ladi, lekin o'zi zavodda standart qo'ygani 95 bo'ladi. Shunga qo'yganingiz yaxshi bo'ladi. F3 bo'lsa, bu inkubatorning ichidagi namlik issiqlikni kalibrovka qilish. Buni qanday kalibrovka qiladi siz? O'zi asli inkubatorda ishlatish shunaqa holatda bo'ladi, po'kayda bo'ladi. Elektronniy gradusniklar bor bilsangiz. Xuddi o'shuni misol solasiz. Solganingizdan keyin
Mana bu yerda aytdimki, o'zini hozir bu ichidagi harorati. Siz gradusni, elektron gradusni qo'ydingiz, ichidan misol uchun 37,5 emas, 39 chiqyapti. Uni mana mana shundan F3 dan to'g'irlasangiz bo'ladi. Mana F3 dan misol 39 chiqdi dedim-ku, xuddi o'shuni misol 39 chiqqan bo'lsa, buni 39 ga qo'yib qo'yasiz. Shunda ichidagi harorat bilan tablodagi harorat bir xil bo'ladi shunda. Tushunarli bo'ldi. Endi F4 da bo'lsa, o'zini namlikni kalibrovka qilasiz bunda. F4 da. Namlik misol ichidagi namlik bilan buni namlikni o'zi o'lchash uchun, namlik kalibrovkasi uchun namlik o'lchaydigan narsa bo'ladi. Shuni qo'yib, misol namligini misol tekshirib, buni ham namlikni ham tablodagi namlik bilan ichidagi namlikni bir xil qilasiz bo'ladi. F5 da bo'lsa, bu aytib o'tganimdek, misol batta chiqdi-ku, kunini batdan misol uni ham plus minus siz bo'ladi. Kunini misol uchun tushirsiz bo'ladi, oshirsiz bo'ladi. Misol har xil holat bo'ladi-ku. Svet misol kimlardir o'chib qoladi, boshqa bo'lib qoladi. Yoki misol yosh bola tegib olishi mumkin. O'shunda misol kunini misol o'zgartirib qo'ygan bo'lsa, misol uchun qo'yganingizga 3 kun bo'lgan bo'lsa, siz bemalol misol batda misol 1 kun turgan bo'lsa, 3 kunga misol yo 4 kunga, 5 kunga misol buni bemalol nastroyka qilsangiz bo'ladi kunini ham. Endi bo'lsa F6 bor. Mana F6. F6 da tonda aylantirish soni bo'ladi. Bu ham zavod tarafdan shunday holatda, shunday ko'rinishda keladi. Buni o'zgartirmaganingiz ma'qul. Chunki standartning holatda keladi. Namligi ham, boshqasi ham. Mana kunini 4 kunga qo'yib berdim-ku. Mana kuni o'zgardi, ko'rdingiz. Endi bo'lsa, kunini hop qaytarib qo'yadi, birinchi kun qilib. Birinchi kunga qo'ydik. Hamma yo'q to'g'ri turibdi. Xo'p, endi bo'lsa, model tugmasi bor. Modeldan hozir mana to'g'ri turibdi. O'zim aytdi. Mana ko'ring-da, shunday tushunarli bo'ladi. O'rdaga o'tdi, g'ozga o'tdi, bedanaga o'tdi. Maytda misol fazanga o'tdi. Bularni misol o'zingiz batdan avtomatikga qo'yadi. Yana misol buni bosib turadigan bo'lsangiz, custom bo'ladi. Custom bu nima? Customda haroratni ham, namlikni ham hamma yo'g'ini misol o'zingiz qo'yasiz. Bu to'g'da, o'rdayda bo'lsa hamma yo'g'ini o'zi avtomatik inkubatorda o'zi namlik-yu, haroratni hamma yo'g'ini o'zi nastroyka qiladi. Tushunarli bo'ldi. Xo'p, endi set tugmasi bilan pastda mana plusni 5 sekund bosib turamiz. 5 sekund bosib tursa, haligida F chiqdi-ku, endi mana P chiqdi. Xo'p, P da misol nimalarni to'g'rilaysiz? P da mana P1 da yuqori harorat signali bo'ladi. Haroratingiz misol 38.6 ga 6 dan oshib ketsa, o'zi avtomatik signal choladi. P1 tushunarli bo'ldi. P2 bo'lsa, isitishni to'xtatish. 37.8 ga borganda o'zi avtomatik isitishdan to'xtaydi. Aytda het yonib turadiganligida. Xuddi o'sha isitish bo'ladi, mana yana yonda. Isitishdan to'xtaydi. P3 ga hozir mana P3 da bo'lsa, past harorat signali deyapti. Harorat misol 37.5 dan 37.5 gacha tushib ketsa, signal cholib sizni chaqiradi. Endi bo'lsa, P dan keyin esingizda qolsin, mana H ga o'tadi. H1 da bo'lsa, yuqori namlik signali bu. Siz qo'ygan ichidagi harorat 80 gradusga yetsa, misol uchun 60 ga qo'ydingiz, 75, уже 80 bo'lib ketdi, sizda avtomatik harorat oshib ketdi deb chaqiradi. H1 da. H2 da bo'lsa, bu yerda qo'yganimiz hozir 64 kun namlik. Eslab qoling-da.
H2da bo'lsa, H2 namlikni to'xtatish. H2ga bordimi, o'zi avtomatik namlantirishdan to'xtadi-ku. Bu shu narsasi. H2da. H3 bo'lsa, namlikni yoqish deyapti. H3 namlik 55 ga tushdimi, уже avtomatik namlantirishni boshlaydi, yonadi bu. H4 da bo'lsa, past namlik signali deyapti. Namligingiz 40 ga tushib ketdimi? Misol namlik. Unda sizga avtomatik misol signal berib chaqiradi. Xo'p, hamma yo'g'ini tushuntirib o'tdim. Qo'ldan kelgancha, xudo xolasa, manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Yana sizni qiziqtirgan qanaqadir savol bo'lsa, bemalol kommentda yozishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha tushuntirib o'tdik. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Yana shunaqa manfaatli videolar o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.